Agarda siz chegaradan o'tayotganda telefoningizga nisbatan bojxona deklaratsiyasini to'ldirmagan bo'lsangiz, hozirgi kunda bojxona deklaratsiyasini to'ldirishni soddalashtirilgan tartibi amaliyotga joriy etildi. Hozirgi kunda telefoningizga nisbatan bojxona deklaratsiyasini to'ldirish uchun bojxona qo'mitasi tomonidan yaratilgan email.customs.uz veb-saytiga kirasiz va yangi ariza to'ldirish bo'limini tanlaysiz. Hamda u yerdan o'z shaxsiy identifikatsion raqamingizni kiritganingizdan so'ng haqingizdagi ma'lumotlar avtomatik shakllanadi hamda shundan so'ng telefoningiz haqidagi ma'lumotlarni kiritasiz. Uni xotirasi, qurilmani ishlatilgan-ishlatilmaganligi holati hamda qaysi hududda rasmiylashtiruvdan o'tkazishingizni tanlaysiz. Shundan so'ng sizga chek yuboriladi onlayn tartibda. Ushbu chekdagi QR kod orqali telefoningizga nisbatan hisoblangan bojxona to'lovlarini to'laganingizdan so'ng telefoningiz bojxona organlarida ro'yxatdan o'tkaziladi. Sizga telefoningiz bojxona organlarida ro'yxatdan o'tkazilganligi bo'yicha bojxona kirim orderi onlayn tartibda jo'natiladi. Shundan so'ng siz telefoningizni UzEmail saytida ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin bo'ladi hamda telefoningizni bemalol O'zbekiston hududida ishlatishingiz mumkin. Agarda sizga bojxona sohasiga oid yurist maslahati kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.